Sherali Jo'rayev, Alloh rahmat qilsin, bilan u kishini o'g'illari Botir Qodirov, Shohjahon mavzularini ko'tarib yotishibdi. Oila halol yo'l bilan nikohlanganmi? Bo'ldi. Shu farzand dunyoga kelishi ekan keldi. Halol nikoh bilan olgan ekan. Ha bo'ldi, isbotlasa bo'ldi, o'zi otasini tan oladi bo'ldi. Chaqirib olishdi. Xumor qolib ketdi dedi. Xumor qolib ketdi dedi. Xumor qolib ketdi dedi. Samolyotda nima? Xumor yoshida hali. Buni to'y qilishimiz mumkin edi. To'y qilmagan sababi hali voyaga yetmagandi. Xumor 18 ga to'lmagandi. Xumor 18 ga to'lmagandi. Xumor 18 ga to'lmagandi. Qattiq qo'shxotinlik deb Tempol sherdi sha'niga yomon bo'lardi. Shuning uchun biz nimada Dushanba shahrida Azzaxon degan bularning katta xolasi bo'ladi, Botirni opasi. Azizani eri juda yaxshi yigit edi, Islom degan. Buni dadasi. Shu Islom shunda billa olib borib Xumor ishda qolgan, keyin Xumor tuqqan. Sher aka haqida siz yolg'on gapirishga siz uyalmadingizmi? Men Sher aka to'g'risida hayotda yolg'on gapirmayman. Yo'q, mana sizga savol bo'lmasa, yolg'on gapirmayman deyapsiz-a? Xo'sh, qani savol beringchi. Gulchehra bu kim? Gulchehra. Gulchehra emas, Gulnor ekan. Xo'p, bitta. Gulnor ekan. Xo'p, bo'lmasa keyin qarang, Dushanbega siz Zulxumor opani olib borganmisiz? Men Zulxumorni olib borganman, Yakso'rikda. Nega? Bozorning orqasida, Zelon bozorning orqasida Azizan uyga olib borganman. Xo'p, tushundim. Nega aynan siz olib borgansiz? Nima? Nima, dapros qilmoqchisiz? Yo'q, prosta Nisaslikovga talamenda bor, mana qay sizga savol mana siz Qo'taqim sizga, gallezga qo'taqim, olib qopib, adini chiqarib bundaga chiqmasa men to'g'ri emasman. Farzandlarga kam top. Bir paytlar Botir Qodirov to'g'risida gapirgan ekanman. Bir paytlar unda Sherali Jo'rayev tirik edi. Adashmasam. Otasini mahkamaga berib bo'lmaydi deb. Hadis aytyapman. Otani mahkamaga berib bo'lmaydi. Kavushini ham berib bo'lmaydi deganman bir paytlar. Va bu bizning qoidamiz, bizni iymonga aloqador, axloqqa, an'anaga, qadriyatga aloqador mavzuimiz. Erkak kishi farzand ko'rdimi, u uni farzandi. Uni tan olish kerak. Farzandni tan olmaslik bu nomardning ishi. Joyim yo'q. Men otamdan so'rashga haqqim bor edi otam tirik paytida. Siz nimaga unaqa deyapsiz? Meni haroni deganda ham indamaganman. Meni haroni deganda ham indamaganman. Meni haroni deganda ham indamaganman. Mendan so'rab olishga meni ham haqqim bor, ularga qanaqa haqqi bo'lsa. Men katta o'g'ilman. Ular meni "Sen otamni shunaqa deding" degan bo'lsa, men o'zimni otamni gapirdim. Shunaqa deding degan bo'lsa, men o'zimni otamni gapirdim. Deyishga ham haqqim bor. Islom nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, harom ish qilishyapti. Nimaga? Birovni oilasiga burnini tiqish mumkin emas. Joiz. To'ng'ich farzandi Botir Qodirovni bitta Agar vijdoning bo'lsa, Xudodan qo'rqsang, borib o'zing ishingni qil. Ikkinchisi bu. Undan keyingichi 3 ta qizlar. Ungacha menda bola bo'lmagan. Sherali Jo'rayev, Alloh rahmat qilsin, bilan u kishini o'g'illari Botir Qodirov, Shohjahon bilan Zohir Shohdan boshqa menda o'g'il yo'q, boshqa birodarlar. Hamma menga o'xshaydiganlar birovniki u. Ustoz Sherali Hoji Jo'rayevni farzandlari Botirjon Qodirovni bir huzurimizga shu yerga taklif qilsak-da, bir duo qilsak. Bu qadar vijdonsizlik, ya'ni bu qadar insofsizlik boshqa joyda topilmasa kerak. Ustoz Sherali Hoji Jo'rayevni farzandlari Botirjon Qodirovni ishlarni qilish Eltuzga o'xshaganlarning ishi. Tezak ibn tezaklarning ishi. Jakuy ibn haromlarning ishi. Menga meros kerak emas, hech narsa kerak emas. Men va'da beraman, mana hozir shu kameralarga qarab. Men ularga ham aytgan edim bu gapni. Xohlasanglar notarialni yozib beraman yoki va'da beraman. Menga sizlardan bir tiyin pul ham kerak emas, meros ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Faqat onamni sha'nini oqlamoqchiman. Bo'ldi, xolos. Men merosxo'rman. Men Gulnora Jo'rayevaga merosimdan kechganim yo'q, boshqa bolalarga o'xshab. Hamma narsa meros uchun bo'lyapti. Hamma narsa meros uchun bo'lyapti. Erkak odam bunaqa bo'lmaydi. Erkak odam birovni oilasiga burnini tiqmaydi. Sizda meros masalasi haqida yozgansiz. Meros huquqini amalga oshirmoqchiman deb. Sizga aynan Sherali Jo'rayev marhumdan qolgan meros mol-mulki nimadan iborat bo'lishini qat'iyan kerakmi, kerak emasmi? Meros zarurat bormi, yo'qmi sizga? Yo'q, bormi, yo'qmi? Bor. Bor. Tushunarli. Ket bilan burun bir xil bo'lib ketgan. Farqi yo'q. Hamma joyga kirib sasiyveradi. Aytgan gapiga javob bera olmaydi-da. Botir Qodirov, olsang bo'laman men seni.
Nurmat sanın sen. Familiyam Nurmat. Onu elime alıp yürüyen bana oynat. Toylarda pul berip bolagan. Onu elime sikkan ben. Onu elime sikkan ben. Ayıp kerakmi senga? Mana senga qarab. Allohning amrlarini bajaradi, nahiylaridan qaytadi, lekin axloqi buzuq. Qalbida dard bor. Shuhratparastlik dardi bor, manmanlik dardi bor, birovlarni pisand qilmaslik dardi bor, gerdayish dardi bor, vaholanki hammasi bor. Ana u odamlarni g'ururi ham nihoyatda og'ir g'urur. Mani ilmim bor, amalim qilyapman, endi bu yog'ini o'zim bilaman degandek ma'no. Yo'q, undoq emas. Undoq emas. Balki bu qalb xastaliklaridan qutulish kerak. O'shanaqa shuhratparastlikdan, manmanlikdan, kibrdan, odamlarni haqir sanashdan, birovlarni pisand qilmaslikdan va boshqa qalb kasalliklaridan qutulmaguncha bu odamning ilmi ham, amali ham foyda bermaydi. Bu xarakteri bilan inson hayotda yo obro' topadi, yo obro'si to'kiladi. Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, mol mulkingizga nazar qilmaydi. Sizlarning qalbingizga, qilayotgan amalingizga nazar soladi deydilar. Ana qalbni poklash uchun harakatda bo'lish kerak ekan. Bu yoqdagi odamlar kim aralashgan bo'lsa, yuzi qaro bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Anchadan beri javob beraman degan Abror Muxtor Alining o'ziga o'xshagan ko'r muritlari bor va ular o'ta tarbiyasiz, saviyasiz va juda ko'p tuhmatlar qilishadi. Va men aynan mana shu video bilan Abror domlaga master class deb to'g'ri men tan olaman, Abror Muxtor Ali ilmiy jihatdan juda ilmi yuqori. Lekin bunday olib qarasak, do'stliklar, ilmda rivojlanib ketgan. Misoligada, lekin toshlarga sig'inadi ko'pi. Yoki xuddi shunday hindistonliklar dunyo bo'yicha nomer 1 doktorlari borda, neyroxirurgiya bo'yicha buni butun dunyo tan oladi. Lekin ko'pchiligi aynan sigirga sig'inadi. Shuning uchun hamma vaqt ham ilmni borligi bu aql borligi bilan teng degani emas. Va videoni boshida ko'rayotganlaringizdek, Abror Muxtor Ali ham xuddi Avaz Oxun kabi yo mana shu bir to'da munofiqlar to'dasida Sheril Jo'rayevning o'g'li deb e'lon qilayotganda hammasi jimma yoki xuddi shu narsani mana Abrorning o'z tili bilan ham Abror Sheril Jo'rayevning o'g'li deb tan olganligini ko'ryapsizlar. Va aynan hamma vaqt ham ilmni borligi bu aqlni ishlatish bilan teng degani emas. Hadislarda ham birinchilar qatorida aynan ilmi bor, ilmiga amal qilmaganlar, qorilar, mana shu Qur'on, oyat, hadislarni bila turib o'shalarga amal qilmaganligi uchun, o'shani faqat odamlarni maqtovi uchun qilganligi uchun ham o'shalar qiyomat kunida birinchilar qatorida do'zaxga tashlanishi eslaringizdan chiqmasin. Shuning uchun men videoni boshidan aytyapman. Abror Muxtor Ali bormi? Yo boshqa mana shu sizlar tan olayotgan domlalarni men hammasini ilmi borligini tan olyapman. Va lekin bular yolg'on guvohlik berayotganligini ham sizlardan farqliroq men tan olib, aynan mana shu ularning yolg'oni jamiyatni faqat orqaga, kasodga uchratganligini guvohi bo'lyapmiz. Kim yolg'on gapirsa, fisq fujur qilgan bo'ladi. Fisq fujur qilgan do'zaxga tushadi. Alloh o'zi saqlasin. Chunki yolg'on jamiyatdagi yaxshiliklarni xuddi olov yamlagandek yamlab yo'q qiladigan narsadir. Yolg'on faqat yolg'onchining o'zigagina zarar keltirmaydi. Yolg'onini eshitganga zarar keltiradi va u orqali mahalla, to'y, jamiyat, butun el, yurt, insoniyatga zarar keltiradi. Bir og'iz yolg'onning kasofati hammada uradi. Qayerda yolg'on tarqasa, o'sha yerda baraka bo'lmaydi. Odamlarning o'rtasida ahillik, inoqlik qolmaydi. Hamma narsa demak yomon tarafga burilib ketadi. Alloh taoloning o'zi bundan saqlasin. Shayx hazratlarini eshitdik-a? Endi mana shu yerda qaranglar. Mana shu Shiljo'rayevning o'limi kunidan keyin pastayanni faqat bardavom Shiljo'rayevni haqorat qilishdi, boshqa qilishdi. Va mana bu bir gala to'yda domlalarni men nimaga aynan bularni munofiq deyapman? Toki bular borku, agar zarracha vijdoni bo'lsa, o'sha qilgan pastkashligini tan olsin deya. Mana shu domlalarning yonini olayotganlarga savol. Mana shu Avaz Oxun yoki mana shu qariya va xuddi shunday mana Abrorning o'z tilidan Botir Shiljo'rayevning o'g'li deb e'lon qilganligini ko'rdingizlar, ha? Mana shu yerda ratsional savol beraman sizlarga. Agarda mana shu majlisning o'zida deylik Botir Qodirov yoki umuman deylik kimsa aynan mana shunaqa deylik Shavkat Mirziyoyevning o'g'li deb bilan shu o'rtada e'lon qilinsa, mana shu yerda o'tirgan, mana shu majlisda o'tirganlarning reaksiyasi qanday bo'lardi? Faqat vijdonan chesna javob beringlar.
Hammasi qo'rqib, kerak bo'lsa bu video ommaga chiqmasdi. To'g'ri-a? To'g'ri aytyapmanmi? Shuning uchun men bu narsalarni gapirayotganligim, e'tibor beringlar. Mana shunaqa pastkashliklar aynan o'zimizni ilmiga amal qilmaydigan domlalarimizdan ko'paygandan keyin e'tibor beringlar. Gaz svet limiti kuchaydimi? Kuchaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday statistikalarni qarasak, misli ko'rinmas darajada ajrimlar ko'paygan. Bollarimiz kaltaklanyapti. Hokimlarimizni ahvolini ko'ryapsizlar, ha? Hamma yerni xohlagancha buzib tashlayapti, nima qilyapti? 1 gram ham o'ylashmayaptiki, o'sha ostanovkalardagi yoki domlarning arasida aynan kadastr yo'q deb magazinlar buzilyapti. Shuni ham ko'ryapmiz, ha? Va ko'pincha menga aynan mana shu Sheljuravning temasidan boshlanib, men chiqib mana shunaqa illatlarga qarshi chiqqanimda ko'pchilik senga nima derdi-da? Mana shu senga nima dedik. Ko'ryapmizki, xalqimiz kreditlar botqog'ida. Men qancha mana shu ostanovkalar buzilyapti, magazinlar, boshqa bilan aloqamizni teskari qilib rusofobiyani kuchaytirdik. Mana hozir ko'p migrantlar qaytgan, to'g'rimi? O'zimizda ishsizlik ko'p. Hamma joyda savdo yo'q deyapti, mashina savdosi yo'q deydi. Kiyim-kechak ko'p narsalarda savdo yo'q deganligini ko'ryapmiz. Mana shular hammasi aynan nafrat ko'p tarqalganligidan, yolg'on, befarqlik hammasidan bo'layotgani aynan shundan. Va men agar xohlasam bardavom. Mana shu Abrorni, Nuriddin domlaman, Lubboyni borku, ilmiy jihatdan takrorlayapman. Bular obshiy o'qigan diniy ilmi kuchli, va lekin hadislar borki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'rashganda, qaysi amal yaxshiroq deganda, oz bilsang-ku, o'shanga ko'proq amal qilsang, o'sha amal senga yaxshiroq degan. Va shuning uchun aynan men bulardan kamroq bilaman, dinni bulardan men tan olaman, kamroq bilaman. Va lekin ixlosim ko'pligidan Alloh bizga aqlni ishlatishni bo'ynimizga qo'ygan. Va aynan shu uchun va aynan mana shu deylik, Abrorga o'xshaganlar nimaga chalg'idi deysizlar, bilasizlarmi? Negaki, Abror, men senga ham aytyapman va boshqalarga ham. Senlar aynan o'zlaring buzuqsinglar. Va men boshidan u videolarim bor, kerak bo'lsa men isboti bilan chiqarib ko'rsataman. Boshidan aytyapmanki, sizlar aynan Sheljuravga emas, sizlar aynan Allohga tuhmat qilyapsizlar dedim. Ya'niki, Bismillahirrohmanirrohim deb biz hamma ishda aytamiz. Xoh namoz bo'lsin, boshqa lubboy ishni boshlasak Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Va Sheljuravga aynan bu darajadan bergan yagona bo'lmish Allohim beruvdi. Va Alisher Navoiy bormi, Bobur, Rumiy va boshqa mana shu ahli tariqatlar bo'lmish insonlarni g'azallariga, she'riyatini tushunib, ular nima demoqchiligini tushunish uchun Qur'on, oyat, hadislarni bilish kerak. Va aynan o'sha, ya'ni milliy ruhda aynan ta'kidlab o'tyapman, milliy O'rta Osiyo san'ati, madaniyati ruhida kuy-qo'shiqlarni bastalashga imkon yaratib bergan bu Alloh edi. Va Alloh bu darajada ko'tarib turib Sheljuravni keyinchalik agar mana bu senlar unga yozdirayotgan Haroma Botir Qodirovni va har holatda mana shu Botir Qodirovni Alloh Sheljuravga tan oldirmasdan jonini olmasdi deb mana shu sudlar boshlanishida avval aytib chiqqan odamman. O'sha kunlarda ham takror aytdimki, ey insonlar, bu bolasi emas deb. Va o'zlaringiz ko'rayotganingizdek, o'zlaringiz ko'rayotganingizdek, botini har xil jinni qiliqlarni ham ko'rdingizlar. Mana shu jinni qiliqlarni ko'ryapsizmi, Abror? Yoki Alisher Navoiyning qo'shiqlarini aytganini eshitdilaringmi? Mana shunaqa qiliqlarni prosta agar o'zbek bo'lsalaring, musulmon bo'lsalaringizlar, zotdor qo'ylarni, zotdor navaslarni ko'rgansizlar buqa. To'g'rimi? Yoki har xil kaftar bormi? Har xilda endi mana shu zotdor yo boshqa masalan zotli narsalar yo deylik, kerak bo'lsa o'sha xurmo daraxti bormi, gelos daraxti bormi? Mana shunaqa hammasini aslidan gelosdan hech qachon olbulu o'sib chiqmaydi, to'g'rimi? Yoki kada eksanga qovun o'sib chiqmaydi. To'g'rimi? Vaholanki bir-biriga o'xshash. Shuning uchun Abror, sen kechirasan, ilming mendan ustunman, buni tan olaman, diniy ilming. Lekin dunyoviy ilmda yoki obshiy amalda xohlamasang, sen menga avval qilgan har xil tuhmatlaring, men ularni yechib beraman desam, u yerda ham bor-ku. Ishon,
uni nol qilib tashlay olaman. Negaki menga analitika sendan nisbatan menga analitika juda kuchli. Negaki men ustimdan ishlab kelaman. Sen esa afsuski, ilming bo'la turib, shuhratga, obro'ying bilan ilming proporsionalni bir xil o'smadi-da. Senga birdan tushgan shuhratni eplay olmading. O'sha Jo'rayevni qo'shib borku, shuhrat degani bu ko'rinmas bir ot deydi-ku, mindingmi hushyorroq o'tir deb. Shuhrat degani bu ko'rinmas bir ot. Mindingmi yulduzlar qo'lingda turar. Chavandoz mingan so'ng hushyorroq o'tir. Ostingda minglab chuqur ko'rinmay turar. Sen ham mana shu narsalarga chuqur e'tibor ber. Iltimos qilaman sendan. Va agarda zarracha mana shu diniy idora uchun vijdoning qiynalayotgan bo'lsa, aynan mana shu Jo'rayevning o'g'li deb guvohlik beryapsan-ku, to'g'ri endi sen o'zingdan kelib chiqib gapiryapsan, lekin Jo'rayev bir so'zli halol inson bo'lganligini, shunday aql va farosatini ishlatadigan odam borku, shunday ko'rsa, uni bosib o'tgan yo'li bilan borku, shunday bilsa bo'ladi. Va shuning uchun sen mana bu Tohirni agar guvohligi nikoh desangga, valisiz nikoh yo'q deyilgan, to'g'rimi? Tohirni eshitsangga Tohir deyaptiki, donlarning orasida 4 ta erkakning ichida o'zimiz o'qiganmiz deyapti. Onangizni nomini oqladingizmi? To'g'risini aytsam, Botir Qodirovning onasi Andijonda qolib ketdi. Shu paytda falonchi gastrolda pistolchi bilan ketibdi. Endi u ham san'atkor. San'atkor bo'lgandan keyin u ham ishini qiladi. U juda talantli raqqos edi. Ketgan. Mayli kimlardir ishqiboz bo'lgandir, unga toshot gapirmoqchi bo'lgandir. Onangizni nomini oqladingizmi? Doim to'yga borsam, u yoq ham taklif qilinarmidi bilmayman. Kelib oldimda o'tirardi, suhbatlashardik. O'sha Zulxumarga Alloh raqsdan yuqtirgan edi. Shuning uchun ham odamlar taklif qilardi, borib o'ynardi. Taklif qilmasa o'zi to'yga kirib bormaydi bir inson, to'g'rimi? Ayniqsa san'atkor. Ayol kishi hurmati o'rnimdan turib kutib oldim, o'tkazdim. Bir ikkita yigitdan nari o'tiribdiman. Bu yoqdan suhbat qildimda, bunday qarasam qorni do'mpayib qolibdi. Onangizni nomini oqladingizmi? Endi go'zal ayol. Zulxumar bitta mana shu ashulaga ham o'ynagin deb turardi, deymi? Tomosha qilardim o'sha. Onangizni nomini oqladingizmi? Onasini kimligini Andijon polni biladi. Yo endi biz bilan yurganda endi u. 20 yilcha yurdi to'ylarda. Bu yoqda 10 kun, bu yoqda 20 kun. Yurganda hamma bilan. Qaydan bilamiz endi kimdan bo'lganini? Biz shartmi unga borib ta'zim qilib, kechirasiz bizni. Siz onangizni qolonda qilib qo'yibsiz. Onasini hech kim majbur qilgan yo'q. Onasi chiroyli bo'lgan, yaxshi o'ynagan, yaxshi pul olgan, yaxshi ichgan. Sizga oxirgi savolim. Onangizni nomini oqladingizmi?